Hammanglarninki mush vaqtga xayrlik bo'lsin. Tövəndə o'tadigan darsimiz qar to'qaç. Tövəndə bu to'qaçga ketadigan materiallar bilan tanishib chiqaylik. Bu qar to'qaçga ketadigan materiallar qar bug'doy uni, qar bug'doy undan 2 kilo 500 gramm, arpa uni 200 gramm. Odatdagi traksiz sumay 200 gramm, 4 dona tuxum. Andan keyin ichqu 10 gramm, 25 gramm tuz. Undan keyin suv yoki bo'lmasa qaynoq damlangan ko'k choy. Qaynoq damlangan ko'k choyninki qiziq holatda, qo'l kuyimigidek qiziq holatda buni tayyor qilib olamiz. Undan keyin eng oxirida seriq may. Seriq mayimizdan 325 gramm. Endi meyada mau ko'k choyninki damlangan ko'k choy yoki bo'lmasa qiziq qaynoq qo'l kuyimigidek darajadagi qiziq suyimizning miqdoriga kelsak, bu suv 1 kilo 625 grammcha tayyorlaymiz. 1 kilo 600 grammdek. Agar xemiringiz ching bo'sh bo'lib qolsa, yana suvni jalsak bo'ladi. Ketadigan materiallar mana shular. Endi bu to'qashning ishlash bosqichiga kelsak, biz eng avval xemir yug'irish uskunasiga, ya'ni dadenjiga bu sumay, tuxum, ichqu, tuz qatorliq materiallarni selib, bir qur aralashtirib olamiz. Mana bu 4 xil materialni bu xemir yug'irish uskunasiga soldik. Selib ma chalg'uchda buni bir qur chelib, mushu tuxumninki sumayni bir-biriga o'zlashtirib olamiz. O'zlashtirib bo'lgandan keyin bu boshni almashtirib, xemir yug'irish beshiga almashtirib, undan keyin un tipidagi narsalarni selib xemir tayyorlaymiz. Mana bu 4 xil materialni bir qur aralashtirib tayyor qilib oldik. Undan keyin mana xemir yug'irish beshini almashtirib oldik. Endi biz buni ustiga arpa uni bilan qarbug'doy unini to'kib olamiz. Mana arpa unini to'kib oldik. Endi buning ustiga qarbug'doyning unini to'kamiz. Mana qarbug'doyning unini to'kib oldik. Endi biz buning ustiga boya damlab tayyor qilib olgan yeshil choy, yeshil choyni qiziq holatda biroqli quymaymiz. 500 grammdan quyib turib, shu xemirimizni bekmi ching emas, bekmi bo'sh emas, normal, lag'mandan xemirdek holatda xemir bo'g'icha shu 1 kilo 600 gramm tayyorlab qo'ygan choy yoki qiziq suyimizni shunga quyib turib xemir yug'iramiz. Mana endi mana 500 gramm choyni bir quyib etdim, damlagan choyni. Yana to'piga yana bir 500 gramm 1 kilodekni quyib olib, xemirni bir qor aylantiramiz. Mana dadenjini bir qor aylantirib, maniki xemirimizning xemir bo'lishi holatiga qarta qolgan 600 gramm suyimizni yoki chayimizni az-azdan quyib bersak bo'ldi. Mana 1 kilo qaynoq suyimiz, yana qaynoq chayimizni quyib, xemir yug'irgan vaqtimizda mana xemirimiz mahal holatda bo'ldi, chingroq holatda. Endi bu qolgan chayimizni az-azdan quyamiz, jiq quymaymiz. Az-azdan quyib turib, yana aylantirib xemirimiz bek chingib ketib qolsa, yana az-azdan quysak bo'ldi. Mana bu holatda aylantirib turib, xemirimiz bek ching chiqib qolsa, yana bu choyni az-azdan quyib bersak bo'ladi. Mana bu xemirimiz yugurilib, mana shu xil holatga keldi. Bekmi ching emas, bekmi bo'sh emas. Endi hozir mushunga umumiy ketgan suyimiz, suyuqligimiz 1 kilo 200 gramm bo'ldi. Biz 1 kilo 600 gramm degan. Endi bu ba'zida unninki suyish o'xshash olmaydi. Mana hozir meningga biz 1 kilo 200 gramm qiynoq damlangan ko'k choy quydik. Endi bu xemirimiz tek pishmadi. Shu holatda biz buning tepiga bay tayyor qilgan seriq mayni solamiz. Seriq mayni selib, bu xemirimizni bulkining xemiriga o'xshash toz undan cheyiga qondiramiz. Mana bu xemirimizning ustiga seriq maynini sepib oldik. Endi biz buni yana aylantirib, xemirimizni toz undan chaylaymiz. Mana bu to'qashninki xemirini yug'irib tayyor qildik. Mana ko'ringlar, normal lag'manning xemirdek holatda. Sal bo'shroq, lag'manninkidan sal bo'sh holatda buni yug'irib toz chay qondirib tayyor qilamiz. Endi biz buning tepini so'lyo yaltiroq bilan o'rib etib, buning tepiga dasturxon tashlab bo'lsaqmi bo'ldi. Ya bo'lmasa bo'lki ko'ptirish parxon bog'i, shu parxonga tepini o'rab so'lyo bilan parxonga silib, parxonni bo'ldasaqmi bo'ladi. Emsa biz bu xemirimizning bo'lishini saqlaylik. Mana bu qartoqashniki xemirimi bo'ldi. Mana ko'ringlar. Endi biz bu xemirimizni 60 gramm yoki 70 grammdan zugul qilib tayyorlab olamiz. Mana bu to'qashninki xemirini 60 grammdan zugul qildim. Ma zugulni qilgan vaqtimizda endi chala mayli bassangiz bo'ldi. Bo'lmasa bu xemirimiz bo'lgandan keyin yumshoq chaplashib olgan ahvol bo'ldi. Endi biz bu to'qishimizni raslash bosqichiga o'tamiz. Raslagan vaqtimizda biz buni aylantirib, boshda cho'rish tarafini to'mroq qilib, o'ttirni ochamiz. Mana bu zugulimizni mana mahal holatda, mana cho'risni bundoq egizrab qilib mahal holatda raslamiz. Raslab bo'lgandan keyin bundoq o'zinglarning aylanib bo'lgan bundoq chekish orqali buni o'ttirga besib turib chekib sevdimiz. Mana boya ichib tayyor qilib olgan to'qishimizningki ustiga mana chekib soldik. Chekishni solgan vaqtimizda bu chekishni ching bostirib bundoq bir qo'r lingishtirib olamiz. Chunki mana xemir yumshoq bo'lgandan keyin chekish bo'lmasa mana to'qashni so'rab chiqib mana bu to'qishimizningki sufti chiroyli bo'lmaydi. Mana ko'ringlar, mana mush xil holatda tekshir raslab olamiz.
Mana bu cho'ng lisniki mandaqqa 6 may manda kengligiga 4 danadan qo'ydik. Endi biz buni pechenye pryaniklarni pishirgan gradusda, ya'ni mening duxovkamda 200 da 180 gradusda, tegi 200, tepi 180 gradusda pishirib olamiz. Mana bu qarbug'dayninki to'qashnimi pishirib oldik. Mana qar to'qishimizmi pishdi. Mana ko'ringlar, bu ching chiqdi. Buni sal singdiribroq pishirmasak tez ko'kirib qoldi bu nimaga yenib jo'q, hamga yenib ko'kirib oladi bu bo'lkiga o'xshash. Shunga buni chingroq holatda pishiramiz. Mana ko'ringlar. Mana shundoq pishirsanlar bo'ldi. O'tir hisob bilan bu 35 minutdan jiqroq vaqtda 40 minutdek vaqt ketdi-ku, mana shundoq xishdi bu singdirib pishirdik. Mana ko'ringlar, buni ham odatda tavniyovinglar iste'mol qilsa bo'ladi. Shuning bilan bu darsimiz tamom. Tushunmagan yerlar bo'lsa, yana davomli so'rasanglar bo'ldi. Xayr xo'sh.